Hattoki prezident ham oshiq bo'lgan aktrisa Lin Meyning ayanchli hayot haqida gapirishni istadim, chunki o'rnak bo'luvchi sabablar juda ham ko'p. O'z faoliyatini ofitsiantlikdan boshlagan xitoylik bu ayol jozibadorligi bilan shu darajada mashhurlikka erishganki, hattoki Meksika prezidenti ham oshiq bo'lgan. Ammo 40 yoshga yetganda o'zini go'zalligini saqlab qolish maqsadida yuziga inyeksiya qildiradi. Uni ta'kidlashicha, bu inyeksiyani filler deb o'ylagan va rozi bo'lgan. Inyeksiya qilgan vrach esa uni yuziga baby oil, ya'ni bolalar yog'idan foydalangan. Bu yog' Linning yuziga aks ta'sir ko'rsatgan va jiddiy plastik operatsiya qildirishga majbur bo'lgan. Yuzini eski holiga qaytarish uchun bunaqa operatsiyalarni son sanoqsiz amalga oshirgan va holanki ko'rib turgan natijaga erishgan. Hozir esa 71 yoshni qarshilaganiga qaramay $1 million boyligi bo'lsa ham bu unga baxt keltira olmaydi. Inson qachon o'zini baxtli his qiladi? Avvalo oynaga qarab o'zidan mamnun bo'lsagina. Uning yoshlarga esa ogohlantirish sifatida ushbu so'zlarni aytib o'taman. Hech qachon yoshlik ortidan quvib, meni xatoyimni takrorlamang. Agar menga imkoniyat berilganda edi, aslo yuzimga tig' tekkizmagan bo'lardim. Ammo endi kech.